Klassika fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva yangi Fanta Dushas. Fanta uslubidagi dushasni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Xayrulla Asadov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Xayrulla, familiyasi Asadov. 1988-yilda Eski shaharda tug'ilgan. 3 ta opasi va bitta singlisi bor. Uylangan, farzandi bor. Rus tilini biladi. Maktabda yaxshi o'qimagan, institutda o'qimagan. Birinchi o'qigan kitobi Vavilonlik eng boy odam kitobi bo'lgan. Yoshligida tarix va adabiyotga qiziqqan. Kitob o'qishga qiziqishiga 6 yil bo'lgan. 8 yoshida ishlashni boshlagan. Birinchi ishi somsaxonada bo'lgan. Pul yig'ishni yaxshi ko'rgan. 13 yoshida pul yig'ib televizor sotib olgan. 20 yoshida $7000 puli bo'lgan. Bu pullarni noto'g'ri joyga tikib, ayrilib qolgan. Captiva mashinasini olishni xohlagan. 10 yil kepak tashigan. 4 yil dehqonchilik bilan ham shug'ullangan. Hozirda kitob sotadi. Bizneslar qilib ko'rgan, lekin o'xshamagan. Yoshligidan savdo-sotiq qilishni yaxshi ko'rgan. Erkin Bozorovning 5 daqiqalik videosidan keyin tanilgan. Autizm kasalligiga chalingan. Kitoblarini Buyuk Ipak yo'li metrosi yonida sotadi. Eng yaxshi ko'rgan hayvoni mushuk. Hayoti sarguzashtlarga to'la bo'lgan. Tirik kitob nomli podkastda qatnashgan va bu podkast 3 milliondan ortiq ko'rilgan. Kitoblar umrni uzaytiradi deb hisoblaydi. Ayol kitob o'qishga qiziqmaydi. Pedagogika tarixi nomli kitobni to'liq o'qishga kuchi yetmagan. Mototsiklni o'lim mashinasi deb hisoblaydi. Ko'p bor o'rtoqlari kitob o'qishni to'xtatishni aytishgan. Emil Zoyaning Germinal kitobidan keyin hayoti o'zgarib ketgan va aynan shu kitobdan keyin jamiyatni uyg'otishim kerak deb o'ylagan. Mol bozorda ham kitob sotgan. Sevimli telekanalga ham chiqqan. Xayrulla Asadovga hujumlar bo'lgan. Instagram profili ham bor va u yerda 20 ta post joylagan. Kitoblar haqida Telegram kanali ham bor. Hozirgi kunda kitob do'konlarini reklama qilyapti. Farg'onadagi hashar orqali qurilgan maktabning ochilish marosimida ishtirok etgan. Tift universitetida talabalar bilan suhbat olib borgan. Xayrulla Asadov tufayli bir yigit o'zining shaxsiy kutubxonasini ochgan. Har bir kitobi maklaturadan olingan. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi choy. Atrofdagi odamlar uni tirik kitob deb chaqirishadi. Kitob festivaliga qatnashgan. Kitobga endi kiruvchilarga Sherlock Holmes kitobini tavsiya qilgan. Eng ko'p o'qigan kitobi bu Sariq devni minib. O'zbekiston 24 kanalida ham chiqqan. Sotayotgan kitobining ko'pini o'zi o'qib ko'rgan. O'z kasbini yaxshi ko'radi. Talabalar, ayollar va bolalarga tekinga kitob beradi. Kitob sotishni 12 ming so'mdan boshlagan. Talabalarga ochiq darslar bergan. Instagramida 360 mingdan ortiq obunachisi bor. 4 ta odamga obuna bo'lgan. Kitob o'qish uchun rus tilini bilish muhim deb hisoblaydi. Bolaligida uyida kitoblar ko'p bo'lgan. Elmurod Haqnazarov konsertiga tirik kitobni taklif qilgan. Xayrulla Asadovga atab she'r yozishgan. Ayollarni ilmli bo'lishini xohlaydi. Odamlar kitoblarni tekinga berib ketishgan. Tirik kitobning bir nechta fake akkauntlari bor. Asosan rus tilidagi kitoblarni sotadi. Eng yaxshi ko'rgan ovqati shashlik. 4 yil tomog'i og'rigan. Abror Muxtor Ali tirik kitobga o'z fikrini bildirgan. Xayrulla Asadov ham bunga javob qaytargan. Hozirgi kunda haytlarga uchrayapti. Millat umididagi podkastda yig'lab yuborgan. Bu kunlarga yetishga prezidentimiz sababchi deb aytgan. Insonni buzadigan narsa bekorchilik deb hisoblaydi. 4 oy kasal bo'lib qolgan davrini umridagi eng yomon davri deb aytgan. Kuchli allergiyasi bor. Hayotda ham oddiy va sodda inson eng yomon odati deb kitob o'qishga kam vaqt ajratganini aytgan. Umrini bekorga sarflaganidan afsuslangan. Eng yaxshi ko'rgan yozuvchisi Viktor Hugo o'zimizning yozuvchilardan Tohir Malikni yaxshi ko'radi. Hayotidagi ilk qahramonini dadasi deb biladi. Germinal kitobini o'qigan kunni baxtli kun deb hisoblaydi. Umar Xayyom bilan suhbat qurishni xohlaydi. Zulfiqor Musoqovni kinolarini yaxshi ko'radi. Zakovatda qatnashgan. O'zbekiston bo'yicha eng katta kutubxonani ochish niyati bor. O'zining yozgan kitobi yo'q. Eng kerakli fan deb falsafa deb hisoblaydi. Ba'zi blogerlar tirik kitobni taqlid qilib chiqishgan. Munosabat tok-shousida qatnashgan. Tirik kitobning YouTube kanalida 40 mingdan ortiq obunachisi bor va 27 ta video yuklagan. Videolar ko'payib ketgani uchun kameraga tushishga qarshilik qilgan. Hamma viloyatdan odamlar tirik kitobni ko'rishga kelishadi. O'zining shaxsiy administratori ham bor. Do'stlar, bugungi
videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.